أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizni Ali İmran Suresi'nin 92. ayetinden başlayıp devam kılımız. Estaizu billah. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ey insanlık, ey Kur'an muhatapları, sizler özüңle en suydigan, tuhibbun, en yaxşı kördigan näsilleringden Allah yolunda infak kılganğa kadar yaxşılıkka erişemezler. Yamanını, eğir kelgenini öyle artık oğanını hemeden birer. Özünüzün onunla ihtiyacı batırıp, özünüz onu yaxşı gördüğün turup, özünüz onu çin kalbinizden söygen turup bəsiniz, enindin kim hakiki yaxşılıkla erişeleysiz. Birra, len tenalul birradaki birra, Sure Bakara'nın 100 neçinci ayeti? 178. ayeti de ötken. Leysel birra en tuvallu hucuhakum qiblal meşriki vel mağrib'de sizin meşrik mağrib qarab turverişinizin yüzlam bir yaxşılık emas. Velakinnel birra deb başlaydı. Birranın tarifi. Ta ahir verip ulaikellezine sadaku ve ulaike humul muttaqun diyen ayet. Bu yerde Allah Teala bu ayette birinin tarifini bizge bergen. Zadi yaxşılık degen nime? Demek bu yerde Allah Subhanahu ve Teala şunun kategorilerden birine sanap bizge deydi ki hakiki yaxşılıkның nenikelligini bizge öğütüp deydik. Yaxşılık siz közünüzden, burnunuzdan, bedeninizden aşkın emas. Sizin her yeriniz eninge muhtaç olan nesiden infak kılışınızın özü sizin yaxşılığınızın belgisi. Şunu insanlar her bir insan özüne men yaxşı deydi, yaman demeydi kattı asla. Ama bunun ölçümü nime? Dese ölçem Sure Bakara'nın 178. ayet. Ve manmuş ayet sözlerine gelmiş. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Kiçikkinek bir nesiden infak kılgan bolsanız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ degeni kona tercümelerde andak bir nersi ki infak kılsılsıla. İnfak kılgan nesinin nimeden ibaret idi? Bir şey edin ibaret idi. Bir şey edin ibaret boğan bir nesini infak kılsanla فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Allah onu mutlak bilgicidir diyen boldu. Şuna sizin yaxşılığınızını yüzünüzden yancıgıdan çıkırıp da ağzınızdaki ne yaxşı deyişiniz yaxşı emas. Sizin Allah yaxşı deyiş lazım. Allah yaxşı deyiş lazım degen nime degen gel? Allah'ın ilahi kelamında yaxşılarının sözlengen mevsupla, süpetle siz o süpetler bile mevsup buluşunuz lazım. Süpetleşiniz lazım. Kullu ta'ami kana hillen li bani İsrail'e illa ma harrama İsrailu ala nefsihi min qabli en tunezzelü't Tevra. Kul fa'tu bit Tevrati fatluha in kuntum sadiqin. Yemekliklerin hemisi bani İsrail'e halal idi. Fakat İsrail öz nefsiga aram kılgan nesli bunu da mustasna. Öz nefsiga aram kılgan bazı nesilleri var. Şundan ilgili ki boğan bu işler deydi. Tevrat ularga nazil bo'lishdan ilgari. Ey payg'ambar, ularga degin ki fa'tu bit Tevrati fatluha in kuntum sadiqin. Sizlar u haram bu haram deb fatvo chiqargan bo'lsanglar, keltiring Tevratni. Fatluha eni o'qinglar. Agar bu davosingizda rasul bo'lsanglar degin. Faman iftara alallahi'l kezibe min ba'di zalika fa ulaika humuz zalimun. Her qandaq bir insan ki Allah'a yalganni to'qsa, ashundan keyin halal aşkara, haram aşkara, Tevrat'taki barlık yemek içmekliklerinin ölçemleri aşkarı boğan halette qanday qilsa Allah'a yalganni to'qsa, yani o zalimlardır. Kul sadakallahu fettabi'u millete İbrahim'e hanifen ve ma kana minel müşrikin. Ey peygamber, deyin ki sadakallah, Allah rastçıldır. Rastçılık Allah Subhanahu ve Taala'nın fütüzatisidir. Mutlak rast sözlüdür Allah. Ondaq da fettebi'u millete İbrahim'e hanife ve ma kana minel müşrikin. Ey insanlık, sizler İbrahim'nin milletine erişinler. İbrahim Hanefi idi. Hak doğru yolda idi. O müşriklerden emas idi. Bizden
Bugünkü gündeki örf adetimizdeki millet labzi hem hata, millet hukmi hem hata. To'g'risi qaysi deganda millet Qur'oniy bir kelime bulup, Qur'oniy bir labzi bulup, millet deganning ma'nosi din, e'tiqod degan ma'noda. Bizning odamlarimiz buni İbrahimning milleti deman deb ba'zi milletchilarning achchig'ini keltirib, sening otang, dadang arab meti deb ayaliga apirib, o'ttirdi kirsiz chiqadigan ishlar mavjud. Nima uchun? Labzi xato bo'lgandan keyin uning natijasi ham xato bo'lgan. Chunki o'lcham xato. Siz men o'zim yaxshi odam debsiz, ammo sizning yaxshiligingiz jim to'ro'zi mezoningizning tashlari o'ynab ketgan bo'lsa, men yaxshi deb turib 20 kilo narsani tassangiz 20 kilo kelmaydi u. Sizning yaxshiligingiz ayrı. Ammo o'lcham ham yaxshi bo'lish lozimki, natija yaxshi bo'lsin. Uning uchun bu yerdagi millet aqida din ma'nosida. Qur'oni Karimda 5 dan ortiq yerda İbrahimning millatiga ergishinglar, İbrahimning e'tiqodiga ergishinglar deyiladi. Bu yerda İbrahim alayhissalatu vassalamning bir tavhid otisi ekanligi, tavhid obidasi, tavhid ustozi, tavhid muallimi ekanligi doim o'tirib qo'yilmoqda. Nima uchun? Muhammed alayhissalatu vassalamni inkor qilgan Yahudilar bo'lsin, Xristianlar bo'lsin, shu yerdagi mushriklar bo'lsin, ularning bir o'rtaq simvoli bor edi. E'tirof qildilar. Kim edi u? İbrahim alayhissalatu vassalamdi. Hamiz İbrahim alayhissalatu vassalamni e'tirof qiladi. Hech bo'lmagan chaqda İbrahim alayhissalatu vassalamning bashariyatning otasi ekanligini e'tirof qiladi. Ammo İbrahim alayhissalatu vassalamning yo'llarini o'zgartgan bo'lsa-mu garchi. Uning uchun Beytullohni tavaf qiladi, hajlarni sug'ratdi, shuna o'xshash ibodatlarni qiladi. O'zi uni ibodat deb qiladi, din deb e'tirof qiladi, e'tiqod qiladi. Sizlar shuni demoqchiki Alloh, ey mushriklar bo'langlar, xristianlar bo'langlar, yahudilar bo'langlar, sizlarning o'rtaq bir simvol bor, bir yakilalaydigan. U bo'lsin İbrahim. Madamiki shundaq iddaoda muddaosinglar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, meni İbrahimga ergishinglar. Ammo sizlarning iddiangdiki, ishchingdagi muddao maqsad boshqa. Bahonachisizlar. İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi allazi bi Bekkete mubaraken ve huden lil-alamin. Allah subhanahu wa taala ilgirde bütün üzlük insaniyet dünyası enin sayısıga, enin aksıga kiralaydigan insanlarını birleştireleydigan bir insani simvol İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan ibaret. Bunu zikir kılgandan keyin bütün üzlük insanlarını bir yerge etkilalaydigan İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның emgikini bayan kılmakta. Ve demektir ki İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi allazi bi Bekkete mubareken ve huden lil-alamin. Hakikaten insaniyet için yer şarida qo'yilgan uyning birincisi, en evveli elbette bir uydur ki Bekke'deki. Bekke degeni Mekke degan gap. Burungi tillarda Bekke deb ataladi ekan. Shuni Alloh subhanahu va taolo o'zgartmay bir Bekke. Muborakdir bu zamin va bo'lgan bo'lsa lil alamin, olamlarga hidoyatdir. Demak, bütün yüzlük bashariyat dunyosining o'zgarmas qimmat qarashlarining simvollarning jug'langan bir coğrafiyalik zemin. Adem aleyhissalatu vesselam bilan Havva anning Arafatda tağda şeyge nazil bo'lganligi tushganligi, eningdan keyin Muzdalifada uchrashganligi, ash atroflarda turganligi, İsmail aleyhissalatu vesselamning hijratining shu yerga bo'lganligi, İbrahim aleyhissalatu vesselamning o'g'li İsmailni Minada qurbonlik qilishda shu yerda pichoq qo'yganligi, eningdan keyin İbrahim aleyhissalatu vesselam bilan İsmail aleyhissalatu vesselamning Hacer anamızdaki Cug'an Safa sayisi, İbrahim bilan İsmail aleyhissalatu vesselam ikkisininki amgiki u yerda Beytullah'tan ibaret mana Allah müşahede etgan bütün özlük insaniyetinin medeniyet miraslarini bir yerge etkileyleydigan bir ibadet xanni bir yerge etkilişi mana bu insaniyet tarihinin beşeriyetinin medeni mirası bir yerge kilingen bir urun. Bu Allah için Allah Teala mana bu Bekke'ni insanlar için, alemler için bir yol belgesi, yol haritası, doğru yol kompas kılıp bekittir deyil Allah. Huden lil alemin. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Mana onun da uçuk aşkara ayetler var. O ayetlerinin biri şu ki İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның makamıdır. Makamı İbrahim. İbrahim aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala'nın emri ilahisi olan oğlu İsmail olan Beytullah'ını bina qilgan vaqtning o'zida uni desep turib, hozirgidek lift, mashinalar, shunga o'xshash
qurilish aslahalari bo'lmaganligi uchun ibrohim alayhissalatu vassalam uni desep turib qish qo'ygan bugungi kundagi iskalaning o'rnida ishlatgan bir tash mana bugun haramga borgan insonlar uni ko'rdi u yerda ikki rakat namoz o'qishning o'zi sunnat. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning davridami ba'zi rivoyatlarda uni Beytullahning bir temir ishlatganligi rivoyat qilindi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu'ningki vaqti kelgan chog'da insonlar tavhidga bo'lgan e'tiqodi ojiz bo'lganligi uchun Umar radhiyallohu anhu nurg'un islohot, mujaddid, ya'ni tejdidiy faali harakatlar bilan shug'ullangan. Buning birisi mesela Maqam-ı İbrahim degan bu taşni Beytullahning ichidan olib bir yoqqa ep qo'yganligi rivoyat qilindi. Shuning birisi mesela Bayat-ı Rizvan deymiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan 240 kişi bir daraxtning ostida. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba. Inna fatahna zikr qilindi bu Bayat-ı Rizvan deyiladi. 240 kişinin Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın bir daraxtning ostida tevhid yo'lida yurishga, uning uchun barlig'ini qurban qilishga, bu yo'lda Muhammed aleyhissalatu vesselam'ga ergishishga bayat qilgan. Bayat-ı Rizvan daraxtning ostida. Shu daraxtning ostida mu'minlardan sana bayat qilgan bu mu'minlardan Allah razı oldu deydi Allah. Laqad radiyallah. Bu qiyomat qadar shunda. Demek Muhammed aleyhissalatu vesselam'ning vafotidan keyin sahobalar birdan ishkidin o daraxtni shu ziminni ulug'laydigan bo'ldi. Xuddi ayatim men deb o'tdim-ku, dars bergan vaqtlarimni, zamonlarimni o'ylaganimda xo'sh bo'lma degandek, insonlar tashlaq bir ojiz psixika bo'ladi. Enidan eshib, uni ulug'laydigan, hattoki uning uchun pul chiqim qiladigan, vaqt chiqim qilib ziyorat qiladigan mana shunday ahvollarni ko'rgandan keyin Hazrat Umar tavhidin oyati hassos, tavhidi orif maqomiga yetgan zot bo'lganligi uchun uni kesib tashlagan dedi. Uning uchun tavhid insonning qalbida Allah'tan başqaga hürmet bildirmeydigan. Allah'a bildirdigan hürmetni, sevgi muhabbetni Allah'tan başqaga bermeydigan bir kalbi kütürüp his tuyg'u bilan yurishning o'zi tavhiddir. Bu mavzuda so'zlasak, sahobalarning acayip rollarini bilalaymiz. Masalan, buning birisi Ayşe anamiz tuhmat kuchtirgan chaqda Payg'ambar alayhissalatu vassalamni inson bo'lganligi uchun bilinmay, Hazrat Abu Bakrnikiga gapirib qo'ydi. 40 kungacha vahiy tushmay birsiga o'mishib Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı berib salom qilib bo'lmasa qapig'ini tüymagan chiroyini ochmagan asta yenib keladi, undan keyin vahiy tushadi. Vahiy tushgandan keyin Ayşe anamizni Alloh subhanahu va taolo poklaydi. Poklagan chog'da Hazrat Umar ko'zlaridan tiramlab yosh oqqan holatda Payg'ambar aleyhissalatu vesselam'ga hurmat bildirdi, qo'pidi, o'rnidan rahmat deydi falan. Ama Hazrat Ayşe çünkü o'rnimni qo'pmayib turdi jim. Elhamdülillah meni poklagan Allah kanısına olsun. Hazreti Ebu Bekir deydi ki, qop bunda qilma. Peygamberge salam qilgan kim deb salam qilmay, salam qilsam, hurmat qilsam Allohni qilaman. Allah bir narsa demisi 40 kundan bana salam qilmagan Muhammed shuga degan dedi-da, bizning tilimizdan da. Men aytaylik, zag'ir til deb turatim sizlarga. Bu nimaniki o'stidi? Haşa ve kella Ayşe anamiz qatti Muhammed aleyhissalatu hurmatsizlik qildigan. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ga Peygamberning qadrini bilmaydigan bunda bir zot emas. Ayşe anamiz muallim, mujaddid, mufassir, minglagan mu'minlarning onasi Allah Taala tarafidan bekitilgan. Onundan sırt minglagan insonlarga din, iman, tavhid darsini o'rgatgan bir xonim, onamiz. Demak, o'rni kelgan chaqda navbat nimani qadrlaydigan bo'lsa, bu bir tavhid. 40 kundan beri Allah Taala mening Robbim menga oyat nozil qilmaganda, menga tez salom qilgan Muhammadni nima deb bakaga hürmetlenmen diyeligende tevhid bu. Ve aynı zamanda Abdurrahman ibn Avf Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan keyin kunlarning birida hozir bizning tilimizda 10 milyon dolar Ramazonda zakat sadaqa berdi Ayşe anamizga. Ayşe anamiz peshin bilan bergan bu pulni iftorgacha taqt pula qo'yib, ya'ni iftordan burun Hazreti Bilal chiqirdi yanaga. Abdurrahmanning qishig'i bag'i pul olsa yana bersinmi, ehtiyoji valla jiq degandan keyin Abdurrahman ibn Avf fikr deb soldi. Voy tek bir 5-6 saat bo'ldi inson da. 5-6 saat oldu mançı ming dolar pul vergine. Degenden keyin Hazreti Bilal bunu deb soldi Ayşe'ga. Allah anamızdan razı olsun. Ayşe anamız jim turamdigan. Bundan keyin Abdurrahman'a deb qo'y. Bir narsani Allah uchun bergan bo'lsa mendan so'roq qilmasin. Va unda so'roq qildigan shu bo'lsa bundan keyin menga bersin dedi. Bo'ldiki tavhid, bo'ldiki haq adolat, bo'ldiki tavhiddan iborat hurriyat tushunchisi. Degan ekan yana bir misol keltiray.
Hazreti Bilal. Peygamber aleyhisselamdan keyin mazillik qilgan olmaydi Hazreti Bilal. Nimishqa deganda Muhammed Rasulullah degan kelgan chog'da o'zim tutib olmaydi ekanman. Chunki doim men azon o'qiganda Muhammed alayhissalom munbarda o'tiradi. Shuni tasavvur qilganimda Muhammed Rasulullah deganimda Muhammed alayhissalomdan oldimga keladi qarsam yo'q. Shuni o'zim tutib olmaydi ekanman bu azonlikni. Azonni o'qimay, muazzinlikni qilmayman degandan keyin sahobalar baribir Bilalning Muhammed alayhissalomning nazdida tanlagan. Musulmonlarning quliga ko'nib qolgan shuningga amaliyotda o'zimi go'zal ichidan to'laydigan azonni Muhammed Aleyhisselam'ın muazzinidir. Sahabeler o gap qilsa unumay, bu gap qilsa unumay, nurg'unli gap qilsa unumgandan keyin Hazreti Abu Bakr'in deydi ekan. Sen bir gap qilib baqqan bo'lsang, Hazreti Bilal azonni o'qigan bo'lsang. Degandan keyin Hazreti Abu Bakr ya Bilal, shu azonni sen bir o'qigan bo'lsang deb, ya'ni bizning tilimizda biroz besim qildi ekanda. Besim qilgan chog'da qarang, iymonning asosiyati hurriyat. Tavhiddan iborat hurriyat. Buni qat'iy kimki otiqchilik bu desa, xato, tuhmat bo'ladi bu. Nima deydi desa, Abu Bakr, sen meni qulluqdan Abu Jehildan azat qilgan chog'da buni umrimda bir qatim gap kirgizib olamanmi deb qilganmitin yoki Alloh uchun qilganmitin? Agar Alloh uchun qilgan bo'lsang meni qo'yvat, o'zimning xoligimni qilay. Agar meni bir qatim bo'lsa gap kirgizib olaman deb qilgan bo'lsang, bo'ldi, men ayrim bir sen bilan so'zlashman degan. Bu javobi bu. Tavhid hurriyatdir. Tavhid hurriyatning cho'qisidir. Men doim tavhid deganimda tavhid hurriyatdir deb qo'shib qo'yganimning ma'nosi, ifodasi budur ki, hech ma'nosiz bikaga qo'shib qo'yganim yo'qdir. Uning uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda oyatning o'ziga kelsak, ey insonlar, sizlarni bir yerga olib kela oladigan bir simullar u bo'lsin Baytulloh. U yerda Hazrati Odamning, Hazrati Havvoning, Hazrati Ibrohimning, Hazrati Hajarning, Hazrati İsmailning va barliq insoniyat dunyosini o'zining tavhidi hurriyati bilan yozgan, insoniyat dunyosini tarixi dasturlari bilan yozgan ati miroslar, madaniy miroslar, mo'jizalar u yerda turmoqda. Sizning bu bir yerga kelish kerak. Va man dakhalahu kana amina. Har qanday bir insonki u Baytullohga kirsa, kana amina, u amin bo'ldi. İnsonga amin bo'ldi aslında. Daraxtlar amin, uçarlıklar amin, çüm paşalar amin, her neyse amin. Ben şunda deb o'ylanib qolaman. Agar Alloh subhanahu va taolo albatta ki biladi, mushundaq demagan bo'lsa, bugungi 4-5 million inson o'zini kontrol qilish orqali birsi-birsiga olib qaramaydigan, birsi-birsiga bir yerga tekkizmaslikka tirishadigan, hattoki daraxtlarni, bir tal gul giyohlarni yulmaslikka tirishadigan mushundaq bir farziyatni Alloh subhanahu va taolo chegara qilib bekitmagan bo'lsa, nim bo'ladi? Albatta ki bo'layotdi bugun. Nima uchun? Hajning g'oyasi, maqsadi Alloh subhanahu va taoloning "Va man dakhalahu kana amina" degan oyatning ma'nosi o'rinlanmaganligi uchun, izchillashmaganligi uchun. İbrahim alayhissalomning maqomida namoz o'qiyman deb hojlarning Baytullohdan iborat bo'lgan yilda umrda bir qatim bordigan yerga top qilmaslikning o'zini keltirib chiqarayotgan va shaytonga tashadigan yerda ba'zi chog'da hojlar o'nlagan, yuzlagan hojlar birsi-birsini desib o'ltirayotgan. Bu mu? Bu emas. Asli qadr qimmat amina insondir. Asli yadroliq qadr qimmat inson, insonning aminligi, insonning jini. Din 5 narsani qo'g'dash uchun dunyoga kelgandir. Shu 5 narsaning biri insonning jini. Jinni qo'g'dash, muhofazat qilish, uni hurmat qilish. Shunga Rasululloh deylik, Ka'ba qarab turib, "Ey Ka'ba, yer sharida Alloh taolo seni muqaddas qildi. Har narsadan ulug' sen, ammo bir mu'min musulmonning o'limi sendan ulug'dir. Bir musulmonning huquqini, jinini, qonini cheylamak seni cheylamakdinmi? Ustundir" dedi Muhammed alayhisolatu vasallam. Bu ma'noni, bu g'oyani bilish kerak. Undaqda nima? Inson birinchi o'rinda turdi. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah yolunda insanların geldiğine farz kılındı. Hiccul Beyt, Beytullah'ını qanday qilish, tavaf qilish. Hech nima ma'nosi tavaf degan ma'noda. Tavaf deganning ma'nosi biz inna safa val marvata degan oyatning tafsirida to'xtaldik. Va-taifina val-qaimina var-ruk'a'is sujud vel-akifina var-ruk'a'is sujud degan oyatlarda ham. Yani insan Allah subhanahu va taoloning mutlaq büyük zat ekanligini, o'zining kichik bir inson ekanligini
Allohga bo'lgan muhabbatini, Allohga bo'lgan sevgisini, Allohga bo'lgan qulchiligini labbayk deyish orqali quloqlarini tutib, xuddi o'zini o't tashlaydigan parvonlarga o'xshash, o'tning atrofida aylangandek Ka'bullohning atrofida sen ey Rabbimiz büyüksen, ilahi büyüksen, büyük. Biz bo'lsak sening oldingda eng bir kichik sening xizmatingga tayyorman deyish orqali tavob qilishning o'zini tavob deganmiz. Shu bu yerda hajjul bayt hejning ma'nosi bu tavob degan ma'noda. Alloh subhanahu va taoloning baytini tavob qilib hej qilishning o'zi alan nasi insonlarga nisbatan nima farz deydi. Alloh taolo oyadimi inna awwala baytin wudi'a lin-nas dedi. Lil muslimin demedi. İnsaniyetning uyi, insoniyatning mirosi. Uning uchun uningga hech bir inson oti mirosi shaklida ega bo'lmasligi kerak, miros sifatida chitlanmasligi kerak, uni monopol qilolmasligi lozim. Chunki u insoniyatning qimmat qarshi, insoniyatning madaniy meroslari bir yerga kelgan, shu orqali insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir kompasdir. To'g'ri yo'l kompasi. Kimga haj farz desa, man istata'a ilayhi sabila, kimki u hej qilishga yo'lni topgan bo'lsa. Yo'l topgan bo'lsa deganning o'zini bugungi kunda bizning madaniyatlarimizda puli bo'lgan bo'lsa, puli bo'lganlarga farz, puli yo'qlarga. Unda qo'z kambag'al bo'lish, kambag'alning o'zining jinoyatimi u? Endan keyin ayni baylarga hurmat qiladigan, baylarni kambag'allar ustidan ustul bir sinib ko'rsatadigan iddiyaga yo'l ochadigan bir xil ko'z qarash. Bu yerda Alloh taolo puling olsa demadi, yo'ling olsa dedi. Qanday chaqda, qayerdan, qaysi bir usullar bilan yo'l topa olsam, shu yerga borsam bo'ladi dedi. Va men kafara fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin, kimki Alloh subhanahu va taolo mana mushunchalik hujjatlarni, dalillarni keltirgandan keyin uni tuzkurlik qilsa, kafir bo'lsa, Alloh olamlardan behojatdir. Sizlarning avvalinglar, oxiringlar, insoninglar, jinninglar, malaikanglar, shaytoninglar hammasi bir payg'ambarga o'xshash bo'lib ketsa-mu, Hazreti İbrahim'dek bo'lib ketsa-mu, Alloh taolo undan behojat. Allohning Allohligiga hech narsa paydo etkazmaydi. Qo'shib qo'ymaydi. Hammanglar Fir'avnga o'xshash bo'lib ketgan taqdirdami, Allohning Allohligidan hech narsani kelmaydi. Sizlarning hammanglar bir tog'ning ustiga chiqib, Alloh subhanahu va taolodan so'rsanglar, avvalinglar, insoninglar, jinninglar, oxiringlar ta qiyomat qadar keldiringlar. Alloh taolo hammanglarga bersa, Alloh subhanahu va taoloning mulkidan faqat hech narsa kelmaydiki, lekin bir dengizga barmog'ingni solsanglar, endan keyin dengizdan barmog'ingni olsanglar, shuni qanchalik suv yuqqan bo'lsa, shunchalik kelmaydi degilik. Bu bizning aql tasavvurimizga yarasha deyilgan narsa hadis qudusiyda. Emas. Buni faqat nima uchun degan esa, insonlarning aqli idroki qabul qilsin uchun degan narsa. Allohga yo'qmi o'xshash, bormi o'xshash. Allohga maxfiymi o'xshash, oshkormi o'xshash. Ammo buning hammasi kim uchun? İnsan uchun. Allah shunga da'vatdiki, fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin. Alloh subhanahu va taolo alemdin, ey inson sendin demedi, ey jin sendin demedi. Alemlerden bir hacet. Biz bilgen ve bilmeyen alemler. Kul ya ehlel kitabi lima tekfuruna bi ayatillahi vallahu şehidun ala ma ta'malun. Digin ey ehli kitap. Demek yani demiş yerde ehli kitap ilim verilgenler. Dünyanı bozgan mı alim, tüzgen mi alim? Hak karşı çıkan mı alim, hakni yo'ritgan mı alim? Şunun için hiç kaçan verdi demedi ki ey bilimsizler, ey cahiller demedi. Daim ilimlikler etti. Ehli kitaplar. Lima tekfuruna bi ayatillahi vallahu şehidun ala ma ta'malun. Sizlar Allah'ın ayetlerine nima uchun tuzkurlik qilib kafir bo'lasizlar, tanisizlar. Va halbuki sizlar o'zing qilganingni o'zing shohid bilasizlar. Demak bir ichki dunyosida shaytonga qul bo'lishdan, havoyi havasga qul bo'lishdan, yuz obro'ga qul bo'lishdan, pulga qul bo'lishdan, huquq qul bo'lishdan va hokazo. Mushundaq bir yoshirilgan narsa mavjud bo'lganligi uchun ilm berilganlar haqiqatni qayrib turadigan mushundaq avallar mavjud bo'lganligi uchun Alloh tekrar agalandiradi. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan va antum shuhada'u wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Deginki ahli kitap, nima uchun Allohning yo'lidan to'ssilsizlar iymon etganlarni? Tabghunaha iwaja, u iymon etganlarmi? Talab qilsiz shu iymon etgandan biraz maymaq menishini iwajan. Va antum shuhada va halbuki siz bilisizlar bo'lmasa, demak ishinglar kelsa, mansala ishinglar kelmasa, biraz agib o'tib ketsan deysizlar. Nima uchun bunday qilsizlar? Bu ayet gerçi ehli kitap deyilgen bolsa-mu, bu sifat ehli Kur'an'da tepilsin mi kirdi bu? Hakikat, hem yerde hakikat oluş gerek. Hakikat,
her yerde hakikat olsa kerak. Her zaman, her makanda bo'lishi kerak. İşingizga kelsa, minib, işingiz kelmay qolsa, dessep ütep ketib, oyoq bo'lmasa, yandab ütep ketganga haqqingiz yo'q. Ve mallahu bighafilin amma ta'malun. Ey insanlık, ey ehli kitaplar, Allah sizlar amal qilgan narsadan g'afil emas, davomli qoni bilib turdi. Ya eyyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ey mu'minlar, agar sizlar kitap berilganlardan bir fariqiga, ana shu kitobga amal qilmagan, kitap berilganlardan bir fariqiga guruh qanday qilsanglar, itoat qilsanglar, sizlarni iymoningizdan keyin kafir qiladilar. İnsanın buzganma alim, tüzgenme alim. Ve keyfe tekfuruna ve entum tutla aleykum ayatullahi ve fikum rasuluh. Mani geldi. Umum dedi mi o? Kandak mı kafir bulası sile? Ey insanlar, ve entum tutla aleykum ve halbuki sile tilavet kılındı silege Allah subhanehu ve ta'ala'nın ayetleri ve fikum rasuluh. Silenin içinde Allah'ın peygamberi var. Kandak mı kafir bulası bununla? Tanılayısıyla. Ve men ya'tasim billahi fekad hudiye ila sıratı mustakim. Kim ki Allah'a ısılsa, ilahi vahiyge ısılsa, Kur'an'a ısılsa, fakat hudiye ila sırat-ı mustakim, undak insan sırat-ı mustakimga yeteklengen oldu. Sırat-ı mustakim. Ve inne rabbi ala sırat-ı mustakim. Nimedir sırat-ı mustakim? Allah'ın yolu. Ve inne rabbi ala sırat-ı mustakim dep ayet var. Elbette cezmen ala sırat-ı mustakim. Minin Rabbim ve inne rabbi, minin perverdigarım ala sırat-ı mustakim. Sırat-ı mustakimden üstede. Demek sırat-ı müstakim kimnin yolu? Allah'ın yolu. Allah insana o kadar kıymet verdi ki, insanı o kadar yakış gördü ki, o insan Rabbi ala sırat-ı müstakim. Allah'ın yolunda. Allah onun üstüde bağlan müstakim yolda mansun, Allah'ın yoluyla alakalı olsun ki, onundan ajrap ketmesin için Allah subhanehu ve teala daim manmışındak peygamber ve kitaplarını evertti. Ahir peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı evertti. Halbuki şu Resul sizlerge mana muşundak ayetlerini tilavet kılgan toskandan sizler kafir olursunuz. Ya eyyuhellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey müminler, Allah takvadarlık kılın. Hakka tukati layıkıda. Allah subhanehu ve teala'dan layıkıda korkanlar değildi. Layıkıda mesuliyetinle de kılın. Allah Teala'dan eyminanlar. Ve la temutunna illa ve entum muslimun, fakat Müslümanlık altıda ölenler. Müslümanlık altıda ölüş insanın kolundan kelmeydi o dep düşündürdü bazılar. Allah Teala senin kolundan kelmeydiğin narsaga nemish buyurdu ekemsin? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha bilen ayetni qanday bir yakilse? Senin kolundan kelmegen narsaga Allah buyursa zalim mi? Demek nima degan bo'ldi bu? Sen İslam'ını tanla. İslam'dan ibaret teslimiyet yolunu tanla. Şu boyunca man. Bunu en ahire ekilip enandikin en ahirde la ilahe illallah Muhammed Resulullah degilik. Tamam bir adam 70-80 yıl la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Ama onun ta'tirsiz amel kıldı. Bu emas. Ama bir adam la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Bu İslam şehadet kelimesi teslimiyette en izcil amel kıldı. Bunu gösterdi bu. Onun için Müslümanlık hayatıda ölüş bir insanın Allah subhanehu ve teala yaratkan fitratullah'da yaşap şu fidide ömrünü ötküzüşünün yüzü Müslümanlık hayatıda ölgelliği. Allah subhanehu ve teala silahlen bizni yani şu fitret dininde teslimiyet dininde yaşap şunun üstüde ölüş ki Allah subhanehu ve teala muvaffak kılsın. Bugünkü dersimiz bir şeyde ayarlasın. Subhaneke Allahumma bihamdik. İşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.